Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. 2026 yil avgust oyida pensiyalarga qo'shimcha pul tushadimi? Kim 300 ming, kim 102 ming, kim esa 570 ming so'mgacha qo'shimcha olishi mumkin. Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, yaqinlari, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironligi bor fuqarolar va pensiyaga chiqishga yaqin turgan insonlarga ham bevosita tegishli. Men darhol asosiy gapni aytaman. Hamma pensioner bir xil miqdorda qo'shimcha olmaydi. Kimdir umuman qo'shimcha olmaydi, kimdir faqat ozgina farq oladi, kimdir esa hujjatlari to'g'ri bo'lsa 300, 470 yoki 570 ming so'mgacha qo'shimcha pul ko'rishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta yetishmayotgan hujjat sababli odam o'ziga tegishli pulni ola olmay qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Men bu yerda murakkab qonuniy masalalarni oddiy tilda tushuntiraman. Siz esa o'zingiz, ota-onangiz yoki yaqinlaringiz uchun foydali ma'lumotni vaqtida bilib olasiz. Avval pensiya masalasida ko'pchilik bitta narsani o'ylardi. Davlat pensiyani oshirsa, hammaning pensiyasi bir xil foizda ko'payadi, tamom. Lekin amalda tizim bundan ancha murakkab. Pensiya miqdori faqat umumiy oshirishga bog'liq emas. U ish staji, rasmiy ish haqi pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, minimal miqdorga yetkazish, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, shuningdek, ilgari topshirilmagan hujjatlar asosida qayta hisob-kitob qilinishiga ham bog'liq. Oldin ko'p fuqarolar pensiyaga chiqayotganda ish stajining hammasini isbotlab bera olmagan. Masalan, 1990-yillarda ishlagan joy yopilib ketgan, arxivda ma'lumot topilmagan, mehnat daftarchasida muhr xira bo'lgan, ish haqida ma'lumotnoma olinmagan. Natijada pensiya kamroq hisoblangan. Odam esa davlat shuncha belgiladi, demak shuncha ekan deb yuravergan. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda tekshirilmoqda. Fuqarolardan kelgan arizalar asosida pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ayrim toifadagi pensionerlarga qo'shimcha ustama yoki farq to'lab berilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Avgust oyidagi 300 ming va 270 ming so'm degan gaplar ham aynan shu yerda paydo bo'ladi. Bu hamma uchun avtomatik hisob emas, balki ayrim holatlarda hisob-kitobdan chiqadigan qo'shimcha farq bo'lishi mumkin. Men buni juda aniq tushuntiraman. Pensiya oshishi bilan pensiyaga qo'shimcha hisoblanishi bir xil narsa emas. Oshirish degani hamma uchun belgilangan tartibda pensiya miqdori ko'tariladi. Qo'shimcha degani esa sizning shaxsiy holatingiz, hujjatingiz, stajingiz, avval noto'g'ri yoki to'liq hisoblanmagan davrlaringiz sababli sizga alohida farq chiqishi mumkin. Birinchi guruh pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lgan, lekin staji va ayrim qo'shimcha davrlari qayta tasdiqlangan fuqarolar. Bunday insonlarda qo'shimcha ko'pincha 300 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu raqam aniq hamma uchun bir xil emas. Lekin ko'p holatda aynan shunday farq chiqadi. Masalan, bir ayol 1935 yildan 2004 yilgacha tikuvchilik korxonasida ishlagan. Pensiyaga chiqayotganda uning mehnat daftarchasidagi yozuv bor, lekin korxona tugatilgan. Ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma topilmagan. Shuning uchun pensiya hisobida o'sha davrning bir qismi pastroq koeffitsient bilan olingan. Keyin arxivdan ma'lumot topildi yoki elektron bazada ish faoliyati tasdiqlandi. Ana shunda pensiya qayta hisoblanadi. Agar qayta hisoblash natijasida uning pensiyasi oyiga 2-300 ming so'mga oshsa, avgustda u yangilangan miqdorni ko'rishi mumkin. Ikkinchi misol, erkak kishi 3 yildan ortiq ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda 27 yil staj hisoblangan. Nega? Chunki 30 yil davomida ishlagan tashkilotdan ma'lumot vaqtida kelmagan. Keyin u ariza beradi, arxivga murojaat qiladi, sobiq ish joyi bo'yicha hujjat topiladi. Natijada qo'shimcha 3 yil staj tan olinadi. Bu har doim juda katta oshish bermaydi, lekin pensiya bazasiga ta'sir qiladi. Ayrim hollarda 200 ming, ayrim hollarda 300 ming, ba'zan undan ham ko'proq farq chiqishi mumkin. Uchinchi misol, pensioner ayol farzand parvarishi bilan bog'liq davrlarni stajga qo'shtirishni unutgan yoki noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin. Har bir holat qonun bo'yicha alohida tekshiriladi. Lekin ayrim davrlar stajga kirishi mumkin. Agar shu davrlar qo'shilsa, uning pensiyasi minimal chegaradan yuqoriroq hisoblanadi. Bu yerda ham 300 ming so'm atrofidagi qo'shimcha chiqish ehtimoli bor. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri kiritilgan bo'lsa, siz
qo'shimcha olish uchun alohida sababga ega bo'lmasligingiz mumkin. Ya'ni hamma qo'shnining puli oshdi, mening ham oshishi kerak degan fikr to'g'ri emas. Pensiya shaxsiy hisob-kitobdir. Ikkinchi guruh ish staji uzoq bo'lgan. Lekin avval pensiya hisobida yuqori ish haqi yoki muhim davrlar to'liq inobatga olinmagan fuqarolar. Aynan shu toifadagi odamlarga 41 ming so'mgacha qo'shimcha farq chiqish ehtimoli ko'proq. Masalan, bir fuqaro zavodda 25 yil ishlagan, keyin yana 10 yil boshqa joyda rasmiy ishlagan. Umumiy staj katta. Lekin pensiya tayinlashda eng yaxshi ish haqi davri emas, pastroq maoshli davr asos qilib olingan. Bu nimaga olib keladi? Pensiya bazasi past chiqadi. Agar fuqaro keyinroq yuqori ish haqi olgan yillari bo'yicha ma'lumotnoma topsa, pensiya qayta hisoblanganda sezilarli farq chiqishi mumkin. Ba'zan bu farq 440 ming so'm atrofida bo'ladi. Yana bir hayotiy holat. Odam qurilish sohasida ishlagan, mavsumiy buyruqlar, vaqtinchalik shartnomalar, brigada ro'yxatlari bo'lgan. Pensiyaga chiqishda faqat mehnat daftarchasidagi asosiy yozuvlar hisobga olingan. Ayrim rasmiy ish davrlari qolib ketgan. Keyin arxivdan buyruq nusxalari topiladi. Agar bu davrlarda rasmiy ish haqi bo'lgan bo'lsa va u qonuniy tasdiqlansa, pensiya miqdori ko'tarilishi mumkin. Darjo 20 ming so'mlik qo'shimcha yana qaysi holatda chiqadi? Bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarda. Masalan, vafot etgan ota yoki ona uzoq yillar rasmiy ishlagan. Lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlanayotganda uning ish staji yoki ish haqi to'liq aniqlanmagan bo'lishi mumkin. Keyinchalik hujjatlar topilsa, nafaqa yoki pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Oilada 2 yoki 3 nafar oluvchi bo'lsa, umumiy farq yanada sezilarli bo'ladi. Bu yerda men juda muhim nuqtani aytaman. Qo'shimcha pul faqat men eshitdim. Avgustda hammaga tartib ming berarkan degan gap bilan berilmaydi. Pensiya jamg'armasi yoki mas'ul organ hujjatga qaraydi. Hujjat bo'lmasa og'zaki gap yetarli emas. Men ishlaganman, hamma biladi degan so'z qonuniy hisob-kitob uchun asos bo'lmaydi. Ish staji va ish haqi rasmiy hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Uchinchi guruh eng ko'p farq chiqishi mumkin bo'lgan toifa. Bu yerda gap odatda bir nechta sabab bir joyga to'plangan holatlar haqida ketadi. Uzoq ish staji, yuqori ish haqi davrlari, noto'liq hisoblangan xizmat yillari, nogironlik yoki maxsus ustamalar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qayta hisoblash yoki oldingi oylar uchun to'planib qolgan farq. Masalan, pensioner erkak katta yilga yaqin ishlagan. Pensiyaga chiqqanida ish haqi ma'lumotining bir qismi topilmagan, ayrim yillar bilan ko'rsatkich bilan hisoblangan. Keyin farzandlari arxivga murojaat qiladi. Korxonaning voris tashkilotidan ma'lumot oladi. Soliq yoki ijtimoiy sug'urta to'lovlari bo'yicha izlar topiladi. Qayta hisoblanganda pensiya oyiga 500 ming so'mdan ko'proqqa oshishi mumkin. Agar avgustda yangi hisob-kitob bilan birga avvalgi oylar farqi ham to'lansa, qo'lga tushadigan summa yanada ko'proq ko'rinadi. Yana bir misol, nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya oladi, lekin uning guruhi. Parvarish zarurati yoki qo'shimcha to'lovga ta'sir qiladigan ma'lumotlar o'z vaqtida tizimga kiritilmagan. Tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi yangilangandan keyin pensiya organiga ma'lumot boradi. Agar huquq oldinroq paydo bo'lgan bo'lsa, lekin to'lov kechikkan bo'lsa, avgustda qo'shimcha farq tushishi mumkin. Bu 300 ming ham bo'lishi mumkin. 570 mingga yaqin ham bo'lishi mumkin. Hammasi shaxsiy ishga bog'liq. Uchinchi misol, boquvchisini yo'qotgan oilada marhumning ish staji qayta tasdiqlanadi. Avval pensiya past hisoblangan, chunki ish haqi haqida ma'lumot yo'q edi. Keyin hujjatlar topildi. Agar oilada bir nechta oluvchi bo'lsa, har biriga to'lanadigan ulush qayta ko'riladi. Bu holatda umumiy oila daromadiga sezilarli qo'shimcha qo'shilishi mumkin. 570 ming so'm degan raqamni to'g'ri tushuning, bu hamma uchun kafolatlangan alohida mukofot emas. Bu ayrim pensionerlarda qayta hisoblash, indeksatsiya, minimal miqdorga yetkazish yoki oldingi oylar farqi qo'shilganda paydo bo'ladigan natija bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya masalasida eng muhim narsa taxmin emas, hujjat va hisob-kitob. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshgan bo'lsa ham qo'lga tegadigan pulsiz kutganchalik bo'lmasligi mumkin. Nega? Chunki ayrim to'lovlar oldindan berilgan, ayrim qarzdorliklar ushlab qolingan, bank kartasi komissiya yoki boshqa ushlanmalar bo'lishi mumkin. Shuningdek, aliment kredit bo'yicha ijro hujjati yoki boshqa majburiy ushlovlar bo'lsa, pensiyadan ma'lum qismi ushlab qolinadi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya qayta hisoblangan sana bilan pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, qaror iyul oxirida qabul qilingan.
Lekin banka yoki pochta tizimiga ma'lumot avgust reyestrida tushgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ayrim odamlar avgust boshida olmaydi, lekin avgust o'rtasida yoki keyingi to'lov oynasida farqni oladi. Bu holatda darhol vahima qilish emas, avvalo shaxsiy hisob-kitobni aniqlash kerak. Uchinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi bo'lishiga hamma vaqt yetarli emas. Agar yozuvda buyruq raqami yo'q bo'lsa, muhr o'qilmasa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, lavozim noaniq yozilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Ko'pchilik shu joyda xafa bo'ladi. Daftarchamda yozilgan-ku deydi. Lekin pensiya hisobida har bir davr qonuniy tekshiriladi. 4-nozik jihat, rasmiy ishlamagan davrlar pensiyaga avtomatik qo'shilmaydi. Masalan, odam bozorda savdo qilgan, ustachilik qilgan, dalada ishlagan, lekin rasmiy sug'urta badallari yoki tegishli to'lovlar bo'lmagan. Bu davrni isbotlash qiyin. Agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, soliq to'lovlari bo'lsa, boshqa gap. Ammo faqat guvohlar aytgani bilan har doim pensiya stajiga qo'shib bo'lmaydi. 5-nozik jihat, hamma hujjatni topshirganingizdan keyin ham natija darhol chiqmaydi. Organlar arxivga so'rov yuboradi, ma'lumotlarni tekshiradi. Elektron baza bilan solishtiradi. Ba'zan arxiv javobi 10 kunda keladi. Ba'zan bir oy yoki undan ko'proq vaqt ketadi. Shuning uchun hujjat topshirgandan keyin ariza raqamini olib qo'ying. Qabul qilingan sanani yozib oling va natijani nazorat qiling. 6-nozik jihat, agar pensiya miqdori oshsa, bu kelajakdagi o'ylarga ham ta'sir qiladi. Ya'ni bu faqat bir martalik 300 yoki dirtek 2000 ming emas. Agar sizning asosiy pensiyangiz qayta hisoblanib oshirilsa, keyingi oylarda ham yangi miqdor bo'yicha pensiya olasiz. Lekin agar bu faqat oldingi oylar uchun farq bo'lsa, u bir marta tushadi va keyingi oylar odatdagi miqdorda davom etadi. Mana shu ikki holatni albatta farqlash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz nimadan tashkil topganini aniqlang. Faqat kartaga tushgan summaga qarab xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki tegishli elektron xizmatlardan pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot oling. Sizga qaysi staj hisoblangan, qaysi ish haqi davri olingan, qanday ustamalar qo'shilgan, shularni biling. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Undagi har bir ish joyi bo'yicha sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, muhr va imzolarni ko'rib chiqing. Agar biror joyi xira bo'lsa, o'sha davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini olishga harakat qiling. Tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilinadi. Tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilotni topish kerak bo'ladi. 3-qadam. Ish haqi haqida ma'lumotnomalarni yig'ing. Ayniqsa siz yaxshi maosh olgan yillarni eslang. Ko'p odam pensiya hisobida aynan yuqori ish haqi davri kiritilmagani uchun kam pensiya oladi. Agar o'sha yillar bo'yicha rasmiy ma'lumot topilsa, hisob-kitob o'zgarishi mumkin. 4-qadam, ariza yozing. Arizada oddiy va aniq yozing. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Quyidagi ish davrlarim va ish haqi ma'lumotlarim pensiya hisobida to'liq inobatga olinmagan deb hisoblayman. Keyin ish joylari, yillar, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini yozing. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron yuborsangiz, tasdiq xabarnomasini saqlang. 5-qadam, hujjatlar nusxasini o'zingizda qoldiring. Asl hujjatni topshirishga shoshilmang. Zarurat bo'lsa tasdiqlangan nusxa bering. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, nogironlik xulosasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar hammasini tartib bilan papkaga solib qo'ying. 6-qadam, javobni yozma shaklida oling. Agar sizga qo'shimcha chiqmaydi deyishsa, sababini yozma so'rang. Nega chiqmaydi? Qaysi davr hisobga olinmadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi qonuniy asos bilan rad etildi? Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyingi murojaat yoki shikoyat uchun asos bo'ladi. 7-qadam. Ota-onangizning hujjatlarini tekshirib bering. Ko'p pensionerlar arxivga borishni, elektron xizmatdan foydalanishni bilmaydi yoki uyaladi. Farzandlar yordam bersa ko'p muammolar hal bo'ladi. Ittim yoshdan oshgan insonlarda eski ish davrlari bo'yicha hujjat yetishmasligi juda ko'p uchraydi. Demak, 2026 yil avgust oyida 340 yetim yoki 570 ming so'm qo'shimcha olish masalasi hamma pensionerga bir xil tegishli emas. Kimdir stajini to'ldirib, kimdir ish haqi ma'lumotini tasdiqlab, kimdir nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qayta hisob-kitob orqali qo'shimcha olishi mumkin. Kimning hujjati to'liq va hisob-kitobi oldindan to'g'ri bo'lsa, unda katta
o'zgarish bo'lmasligi ham mumkin. Mening asosiy tavsiyam shuki, eshitgan gapga emas, o'z hujjatingizga ishoning. Pensiya jamg'armasidan hisob kitobni tekshiring. Mehnat daftarchangizni ko'ring, arxiv ma'lumotlarini yig'ing, ariza yozing va javobni nazorat qiling. Ba'zan bitta topilgan ma'lumotnoma odamning oyma-oy daromadini sezilarli oshirib beradi. Sizningcha? Pensiya hisob kitoblari oddiy odamlar uchun yanada tushunarli bo'lishi kerakmi? Izohlarda yozib qoldiring. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya qayta hisoblatib qo'shimcha pul olganmisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki vaqtda tekshirilgan hujjat ba'zan oilaga juda kerakli qo'shimcha daromad olib keladi.